oxirgi 2 yil davomida maktab o'quvchilarini top universitetga topshirishiga tayyorlab kelmoqdaman. Shu kichkinagina 2 yil davomida o'quvchilarim Amerikaning o'zida joylashgan eng yaxshi universitetlardan birlariga 100% grant bilan qabul qilinishgan. Jumladan, Amerikada Liberal Arts College rankingida 2-o'rinda turadigan Amherst College'ga o'quvchim Ozodbek Eshboboyev 100% grant $403,000 grant bilan qabul qilindi. Undan tashqari o'quvchilarim Harvard University, Columbia University, Franklin Marshall College, Grinnell College va boshqa yaxshi universitetlarga qabul qilinishdi. Yana ham qiziqarlisi, o'quvchilarim Amerikaning top universitetlarini boshqa davlatdagi kampuslari, masalan, New York University Abu Dhabi, Georgetown University Qatar, Carnegie Mellon University in Qatar universitetlariga 100% grant bilan qabul qilinishdi. Bugungi videoda biz qanday qilib siz Amerikaning o'zida joylashgan yoki Amerikaning top universitetlarini boshqa davlatdagi filiallariga 100% grant bilan qabul qilib, o'sha universitetlarda o'qishingiz mumkinligi haqida suhbat qilamiz. Men Lev Shaman, Gonkongda joylashgan dunyoda top 50 taga kiradigan HQST universitetida iqtisodiyot fanini o'qiyman. IELTS 8, SAT dan 1500 qo'lga kiritganman. Undan tashqari juda ham ko'p loyihalarda qatnashganman. Jumladan Fasih Uz loyihasida asoschisiman. Ushbu videoda Amerikan universitetlariga topshirishda nima kerakligini bilib olishingiz mumkin va agar men bergan maslahatlarga rioya qilsangiz, albatta Amerikaning kamida top 300 taga kiradigan universitetiga qabul qilinishingiz mumkin. Birinchi navbatda Amerikaga topshirasizmi, boshqa davlatga topshirasizmi? Sizni topshirishingiz bo'lgan birinchi narsa bu sizning baholaringiz. Maktabdagi baholaringiz iloji boricha perfect, ya'ni ideal bo'lgani ma'qul. Uning uchun albatta 8-sinfdan yaxshi baholar olishga harakat qiling. Universitetga topshirayotganingizda odatda oxirgi 4 yil so'raladi, ya'ni 8, 9, 10, 11 sinflar so'raladi va agar shu 4 yilda siz yaxshi baholar olgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Ya'ni baholaringizga katta e'tibor bering. Yaxshi bahosiz kirish deyarli ilojsiz. Ikkinchi navbatda bu albatta ingliz tilini bilishingiz. Ko'pchilik IELTS topshiradi va IELTS dan odatda o'rtacha 6,5, 7 yoki 7,5 olsangiz yetarli. Ya'ni 8 yoki 8,5 kerak emas. Lekin bitta narsani aniq qilib ketishimiz kerak. IELTSingiz bor degani kirasiz degani emas va IELTS bu shunchaki familiya ismiga o'xshagan narsa. Ya'ni topshirayotganingizda familiya ismingiz qanchalik o'zgarib tursa, IELTS 8 ga chiqsa ham xuddi shunday o'zgargan bo'ladi. Ya'ni IELTS deyarli foyda bermaydi. IELTSda o'qib qolib ketib qolmang. Undan ko'ra, uchinchi eng muhim bo'lgan narsa SAT imtihoniga tayyorgarlik ko'rsangiz ancha yaxshiroq. SAT sizni qaysi universitetga kirishingiz mumkinligini ko'rsatib beradi. Top universitetga topshiradigan o'quvchi bilan oddiy universitetga topshiradigan o'quvchining eng katta farqi bu albatta baholardan tashqari bu SAT bali. Ya'ni 1500 olmagan bo'lsangiz SAT imtihonidan bu siz oddiy universitetga topshiryapsiz degan faraz ham bo'lishi mumkin. Nima o'zi u SAT degan savolingiz bo'lsa, unga javob berib ketamiz. SAT bu Amerika va umuman universitetga qanchalik tayyorligingizni o'lchab beradigan test. Ushbu testni Toshkentda topshirishingiz mumkin yoki viloyatlarda ham test sentrlar ochildi. Ushbu testga tayyorlanib, registratsiya qilib topshirishingiz mumkin va ushbu testdan maksimum 1600 bo'lsa, 1500 dan balandroq yoki 1400 dan balandroq ballni qo'lga kiritsangiz, Amerikaning top 300, top 200 taliga kiradigan universitetlarga bemalol qabul qilinishingiz mumkin. Ya'ni IELTS baholaringiz SATni o'zi bilan ham ancha-muncha universitetga kirishingiz mumkin. Lekin agar SATingiz yo'q bo'lsa, bu ozgina qiyinlashadi proses. Keyingi 4-chi eng muhim bo'lgan narsa bu insholar. Amerika universitetlari nafaqat sizni baholaringiz, balki darsdan tashqari qanday insonligingizga ham juda ham katta qiziqish bildirishadi. Ya'ni sizning maqsadlaringiz qanaqa? Universitetdan keyin nimalarga erishmoqchisiz? Universitet qanday qilib sizga shu maqsadingizga erishishingizda yordam berishi mumkinligiga qiziqishadi. Shuning uchun siz universitetga topshirayotganingizda motivational essay deymiz, motivational letter, personal statement, shunga o'xshagan kamida bitta personal statement yozishingiz kerak. Odatda siz Common App platformasi orqali topshirasiz. commonapp.org deb yozishingiz mumkin. Ushbu platformada bitta insho bo'ladi odatda. Personal statement u 650 ta so'zgacha bo'ladi. Ya'ni siz personal statementni yozib, baholaringiz va SATni yig'ib topshirasiz. Ya'ni bu 4-chi eng muhim narsa. Insholar. Undan tashqari Amerika universitetlari juda ham qiziqadigan narsa bu darsdan tashqari mashg'ulotlaringiz. Ingliz tilida aytadigan bo'lsak, extracurricular activities. Darsdan tashqari mashg'ulotlar albatta har xil bo'lishi mumkin. Ba'zilar futbol o'ynashga qiziqadi, ba'zilar rasm chizishga qiziqadi va bu albatta normal holat. Lekin iloji boricha
darsdan tashqari mashg'ulotlaringizda ya'ni katta ta'sir o'tkazadigan ta'sir nafaqat o'zingizga, balkim o'zingizni communityingizga, o'zingizni joyingizga, mahallangizdagi odamlarga ta'sir o'tkazadigan loyihalar. Masalan, siz qishloqda yashaysiz va qishlog'ingizda suv keladi ariqdan. O'sha ariqda agar har xil chiqindilar, musorlar, baklashkalar bo'lsa, o'sha baklashkani olib tashlasa, balkim suv tezroq o'tgani uchun yaxshi ta'sir o'tkazishi mumkin va siz shunga bir loyiha qilishingiz mumkin. Yoningizdagi o'rtoqlaringizni yig'ib, shu ariqni tozalab turadigan bir klub ochishingiz mumkin. Bu ham darsdan tashqari mashg'ulot. Yoki siz kompyuter o'yinlariga qiziqishingiz mumkin. Bu ham mashg'ulot. Qachonki agar siz juda ham kuchli o'yinchi bo'lsangiz, ya'ni shunchaki qiziqishga o'ynaydigan bo'lsangiz, bu unchalik yaxshi foyda bermaydi topshirayotgan applicationingizda. Xullas, xulosa qiladigan bo'lsak, universitetga topshirayotganingizda Amerika universitetlari juda ham katta ta'sirga qiziqishadi. Ya'ni ta'sir qiladigan proyektlar qilgan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Keyingi narsamiz bu honors. Honors bu akademik yutuqlaringiz. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsam, 8-9 yoki 10-sinflarda maktabda yoki umuman viloyatda fan olimpiadalari bo'ladi va siz o'zingizni qiziqadigan sohangizga aloqador bo'lgan olimpiadada, masalan, matematika olimpiadasi bo'lishi mumkin, biologiya olimpiadasi mumkin. O'sha olimpiadada siz birinchi o'rinni egallasangiz, siz buni applicationingizga qo'shishingiz mumkin. Men birinchi o'rinni olganman deb va siz bu bilan ko'rsatishingiz mumkinki, siz o'zingizni sohangizni yaxshi bilasiz. Lekin shu yerda bitta narsani tiqib ketishim kerak. Ingliz tili olimpiadasining foydasi yo'q. Men o'zim ingliz tilidan qatnashganman, litseyda birinchi o'rin olganman, shaharga chiqqanman va bu birinchi o'rinni olgan taqdirimda ham bu menga deyarli hech qanday yordam bermas edi. Nimaga? Chunki ingliz tilida olimpiadaga o'tsangiz, bu shunchaki ingliz tilini yaxshi bilasiz degani va ingliz tilini bilish bu deyarli uncha foydasi yo'q. Yaxshiroq bilsa, o'sha foydasi bo'lmaydi. Undan ko'ra matematika, tarix, shunga o'xshagan o'zingizni kelajakda ishlamoqchi bo'lgan professiyangizga aloqador sohada birinchi o'rinni olsangiz, ancha yaxshiroq. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak. Olimpiadani darajasi qanchalik baland bo'lsa, shunchalik yaxshi. Meni ba'zi o'quvchilarim xalqaro olimpiadalarda oltin medal, kumush medalni qo'lga kiritishgan va siz ham iloji boricha xalqaro bo'ladimi, davlat miqyosida bo'ladimi, viloyat miqyosida bo'ladimi, qanchalik darajasi balandroq bo'lgan olimpiadalarda qatnashib yutuqlarni olsangiz, bu juda ham yaxshi. Lekin faqat fan olimpiadalarida yutsa bo'ladi, boshqalari bo'lmaydi degani ham emas. Undan tashqari bizda har xil case competitionlar bo'ladi. Masalan, yaqinda very case competition qilib ba'zi o'rtoqlarimiz o'quvchilari qilishyapti. Shunaqa case competitionlarda qatnashib yutsangiz ham, masalan, biznesga aloqador sohada, bu juda ham yaxshi. Keyingi Amerika universitetlari talab qiladigan muhim narsa bu tavsiyanomalar, ya'ni recommendation letters. Universitetlar juda ham qiziqishadiki, siz qanday insonsiz. Nafaqat ular sizni fikringizni bilishmoqchi o'zingiz haqingizdagi, balkim qolganlar third party deymiz, third partyning siz haqingizdagi fikr qandayligini bilishmoqchi. Shuning uchun ular tavsiyanomalarni talab qiladi. Tavsiyanoma odatda bitta yoki ikkita o'qituvchidan bo'ladi. Ya'ni fan o'qituvchingiz bu matematika o'qituvchisi bo'lishi mumkin, tarix o'qituvchisi bo'lishi mumkin. Shu bitta yoki ikkita o'qituvchi hamda maktab maslahatchisi, ya'ni school counselordan keladi. Bizda hozir oddiy maktablarda odatda maktab maslahatchisi yo'q. Shuning uchun odatda yoki zam direktor yoki boshqasidan tavsiyanoma olishingiz kerak. Lekin prezident maktabida o'qiydiganlar uchun albatta maktab maslahatchilari bor va ular bilan siz maslahat olib, ulardan tavsiyanoma olishingiz mumkin. Ya'ni tavsiyanoma bu juda ham muhim, unga katta e'tibor bering. Ko'p o'quvchilar kelib mendan maslahatlar olishyapti, konsultatsiyalar olishyapti va ularda sezgan eng muhim bo'lgan xatolardan biri bu masalan IELTSda ko'p qolib ketish, ya'ni SATga ko'p e'tibor bermaslik yoki har xil sertifikat bersa bo'ldi deb darsdan tashqari mashg'ulotlarga boraverish. Ya'ni kerak bo'lmagan yoki muhim bo'lmagan narsalarga juda ham ko'p vaqt ketib qolyapti. Natijada kerak bo'lgan, muhim bo'lgan loyihalar, SAT, passion project, insho yozish kabi muhim narsalar qolib ketyapti.